Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob, bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Boylik, ishchanlik, farosat insonga berilgan eng oliy in'omdir. Yana kelib bular insonning ma'naviy kamolat yetishligiga ko'rikdir. Biz ulug'vor g'oyalarimizni farosatimiz va iznish ro'yimiz orqali amalga oshira olamiz. Inson texmi baxtiyor, texmi xushal-xoram yashashni umid qiladi. Mana bu insonning ulug'ligining va mavjud bo'lib turishining harakatlantirgich kuchi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi programmamizda biz Xinjiang fan texnika nashriyatining nashr qilgan Abdulla Jumat Tuproq apandining 5 qiytaklash majmuasi nomli kitob haqida suhbat quramiz. Bugungi suhbatimizga ikki aziz mehmonni taklif qildik. Bular Qashqar gazetining bosh muxbiri Abdulla Jumat Tuproq apandi. Jungo Nefti Xinjiang tarbiyalash markazi kutubxonasining Eli Ataullah ma'lum. Kişilerimizni, ko'rman do'stlarimizni besh qiytaklashimiz naydi yaxshi bir maqsad, yaxshi bir vosita, yaxshi bo'lgan bir ma'naviy kuch oblatga. Zamonimizda bozor egiligi puchur davri kishilarimizga naydi jiddiy xiris va silkinish olib kelayotgan mushtaq bir jiddiy paytda bu kitobningki maydonga kelishining o'zi mening cho'g'andan naydi xushallanarli ham ahamiyatli bir ish deb qarayman. Albatta kitob bozorga chiqqandan keyin bu o'zidagi o'ziga singdirgan uningdagi qimmat va o'zgachilik orqali o'qirman do'stlarimizninki tijorat, besh va boshqa madaniyat jihatning silkinishlariga asos bo'la oladi. Endi bunday kitoblar mayli chet elning bo'lsin, mayli o'zimizningki kishilarimiz yozgan kitoblar bo'lsin, kitoblar hali ko'p uzildirmay chiqyapti endi. Siz mush kitobni yezishni cho'qim bir zaruriyat deb qaradingizmi ularga? Bizda tijorat haqida o'zimizga xos, o'zimizning ro'yitiga, o'zimizningki diniy e'tiqodiga, o'zimizning an'anaviy tijorat usulimizga moslashtirilgan ham uzundan buyon tajriba qilib to'plangan maxsus turdagi yoziq orqali ifodalangan qo'llanma yo'q. Mush sababdan men mush kitobni yozishni bir muhim tema qilib tutib 20 yil ishlab kitobni 20 yilda bitkazdim. Men bu kitobda butunlay o'zimizningki ro'yat holatimizni, o'zimizning tijorat usulidagi ilg'or taraflarni birinchidan o'zim suzib chiqdim. Ikkinchidan buni amaliyotga tatbiqladim. Uchinchidan shu tajribalarni o'tkazgan tiplar bilan uzoq muddat sirdoshdim. Shuning bilan bir chaqda o'zimma ba'zi tijorat turlarini yo'l qo'yib tatbiqladim. Shunda bo'lganlikdan endi men kitobning anaqa 100% o'zimizga xos, o'zimizning tijorat usulini, o'zimizning tijorat yo'limizni kengaytirishga foydasi bo'lsin uchun shuni shu bak keng doirada uzoq muddat tadqiq qildim. Shu sababdan ham buning qimmati yuqori bo'ldi deb qarayman. Siz boya dedingizmi shu nurg'un shu o'zimizning tijorat masalasiga oid, tijorat madaniyatiga oid nurg'un turlarni men tekshirdim. Ayni qildim, ondan keyin kitobni yozib chiqdim dedingiz. Sizga shu tijorat turida shu tijorat madaniyat shunaqa o'zimizga xos bo'lgan shu tijorat dasturlari haqida konkretroq bir fakt ko'rsatib beramiz. Endi bu yoqda konkret faktlar intan ko'p. Masalan, bu faktlardan endi o'zimni olsam, men xizmatni qilish bilan bir chaqda ba'zi tijoratlarni qildim. Shunday ekan, tajribangizni o'qidim. Siz cho'ng katta savdogar ekansiz. Unda bo'lishi endi meningki dadam taraf tijorat bilan shug'ullangan. Usti qo'llar bilan ekan, Usti qo'llar bilan odam bo'lganlikdan bu kichigimizdan Allah bizni shu tijoratga safarbar qildi. Ko'pincha qaysi tijoratga safarbar qildi? Bu asosan qo'llar bilan tijoratda. Masalan, qaysi qo'llarchilikning asosi ko'p bu. Masalan, dadam yog'ochchilik qiladi. Tumoqchilik, juvchilik qiladi. Mo'zdozchilik qiladi. Andan keyin bu qurilishchilik qiladi, qurilish ishlari bilan shug'ullanadi. Siz nima qildingiz unda? Men hamda sal madaniyroq ish qildim endi. Masalan, qanday madaniy ishda? Masalan, men bu 90-yillarda asosan transport tijorati bilan shug'ullandim. 2000-yillarda bo'lsa yezigilik vositalar tijorati bilan shug'ullandim. Bu 2000-yildan keyin bo'lsa asosan o'yimlik tijorati, shuning bilan bir chaqda madaniyat buyumlar tijarati bilan shug'ullandim. Shunda bir qancha tijorat bilan shug'ullanib
müjjatki nurgun tecrübelerini yakınlap şönemde özüm hatır kılıp yazıp müşahede ettik. Demek sizin kasbınız mı sizin bu şu ticaret medeniyetimizge qarab ilgilisiniz. Muş yolni iş taraqqiy qilishingizga bir turkilik rol o'ynabdi damish, ha? Shunda. Ham bu adamni bir narsani eskartib qo'yishim kerak endi. Men dadamninki vasiyatiga asosan kasbni birinchi o'rin qo'yishdir. Shundoq. Tijoratni shuni moslashtirish. Ammo dadamninki bir tijorat usuli bo'lyapti. Tijoratni samimiy qilish, mard yashash. Ma'at yaxshi prinsip. Anamdan keyin qo'lingdan kelsa, boshqalarga o'rgat va boshqalarga yaxshi ish qil. Bu shu talabda. Demak, sizdan boshqa nurg'un shogirdni tarbiyalagan dadingiz, ha? Men dadam tarbiyalagan shogirdim 70-80 ga bordi. Demak, dadangizning shu hunarmandchilikdagi izchilligi, undan keyin sizning uning qiziqishingiz, uning varis qilishingiz, undan keyin xizmatdan sirtqi siz qilayotgan tijoratlarning hammasi sizningki. Demak, mushta bir kitobni yozib chiqishingizga bir ma'naviy tundurim bo'ldi degan gapda. Shunda. Bu kitoblardan siz 20 yil tayyorlik qilibsiz-da bu kitobga. Shunday bo'lganda 20 yil ichida 11 kitob yozibsiz hamda. Bu biroz uzun jarayonga nisbatan sal oz emgakmi qanday qildi? Hamda ba'zi emgakninki vaqti uzun bo'lsa-mu qimmati yuqori bo'ladi. Shunday. Meni bilmoqchi o'g'lim bu şeydi bu. Ba'zi emgakninki vaqti qisqa bo'lsa-mu qimmati bo'lmasligi mumkin. Masalan, qaysi emgaklar? Masalan, endi odatdagi yeziqdan boshqa. Masalan, jismoniy emgakni olib bersak, uning shu vaqtning o'zi tugaydi bu. Ammo ilmiy emgak bo'lsa, buni hamda iliq 1 kunlik, 2 kunlikni o'ylasak bo'lmaydi. Birse ma'noda mening o'ylagan narsam, keng doiralik bo'lish, umumiylik chiqish qilgan bo'lish. Anamdan keyin kishilarga naf beradigan bo'lish. Shuning bilan bir chaqda bugun ishlatsak, erta ishlatgan olmaydigan emas, bugunmi ishlatgan bo'ladigan, ertami ishlatgan bo'ladigan, ya'ni bir davr kelgacha ishlatgan bo'ladigan haq foydalana oladigan qilish uchun endi buningga uzun vaqt ketdi. Demak, siz buni xizmatingizga ta'sir etganligi asosida mush kitoblarni xizmatingizga ta'sir etganligi asosida yozib chiqdingiz degan gap shunaqa deyman, ha? Men kasbni birinchi o'rin qo'yman. Kasbni zali oldidan pak-pakiz qilib, o'zimga daxli yetmaydigan, boshqalarga iliq ig'chilik sanmaydigan, tanqidni bir nim bo'lib qolmaydigan doirada xizmatni qilib o'tib, anandagi qolganini qilib. Masalan, shu ijodiyatmi shunda? Asosiy ijodiyatlarim kechqurunda. Tijoratim bo'lsa, endi shu odatda o'zim riyosatchilik qilib boshqa odamsiz. O'rnida sizning bu ilmiy kitoblardan boshqa men tarjimalarningizni o'qib siz yana o'rnida boshqa nurg'un she'rlarni e'lon qilgan ekansiz. Alkaynov she'r bo'lsin, maqola bo'lsin, boshqa ilmiy publistik maqolalar bo'lsin, bo'lib bir 5000 parcha maqolani e'lon qilganligingizningki isbotini ko'rdim. Gazetlarda tashviq qilinibdi. Nayt izchil ham nayt nishon bilan ilgilabsiz. Insonda shunday bir nishon bo'lishi kerak. Elim alım beyiş qiytaklash majmuasi nomli 11 qism kitobning hamda ilmiy qimmatini nima deb qaraysiz? Men oldi bilan shu Ablat Juma bilan qanday tanishib qoldingiz degan narsaga javob berayotay. Bu ishimiz shu yozliq ta'tilda, shundaqmi? Men shu Qashqarga ketib qolgan chaqda aeroplanda tanishib qolgan bu ishimiz. Shuning bilan suhbatlashish jarayonida men korxona tarbiyasi ib berayotgandan keyin darhol Ablat Juma apandim menga bu kitobni tanishtirdi. Dal shu vaqtda nashriyatdan yangi chiqqan vaqtda deyman shundaqmi? Shundaqki. Tanishtirgandan keyin shundan keyin men aldirash yana o'z o'rnimga ketdim. Keyin ikkimiz kelishib olgandik. Kelishib olgan yerda shundan keyin Ablat apandim kelgandan keyin shundan keyin men bu kitobni ko'rib baqdim-da, shadi ko'rdim ham. Birinchi qitim qo'limga oldim 11 kitobni. Olgandan keyin men dal ashada 30 necha bolavatda men tarbiyalayotgan korxonchi bolalarimiz hammasi talab ib ketdi-da. Ib ketgandan keyin shundan qaytib qolgandan keyin yana uncha bir ikkisi o'zim qolib qoldi. Undan keyin men tafsili buni ko'rdim. Ko'rgandan keyin haqiqatan bu kitobninki shu hozir shu bo'libmi shu bayam deb o'tib ketdi. Bir xil raqobat, ya'ni bir xiris hammasi tang mavjud bo'lib turayotgan mushtaq bir davrda undan keyin nurg'un shu tijorat bilan shug'ullanayotgan korxonchilarimiz shu beshga yetaklash majmuasiga o'xshash mushta kitoblarga tashna bo'layotgan mushta bir paytda birinchi qitim bir
bazaga chiqqanligiga men qattiq suyundim. Endi muvaffaqiyatga oid nurg'un kitoblar tarjim qilindi, yozildi. Bularni nurg'unlarini ko'rdik. Masalan, muvaffaqiyat dasturi, utuqnoma degandek. Ularmi bizning korxonchilarimizga nurg'un nishonlarni ko'katdi. Ma'lum ilhom bo'la oladi ular. Lekin o'zimizningki shundaqliqi yashayotgan tuproqida mishadagi raqobat, mishadagi biz o'zimizning hissiyoti bo'yicha qilgan ishlarimizga yetakchilik qilgan kitoblar kamdan kam endi rostini aytgan chog'da. Endi lekin men endi kutubxonada ishlayotgandiki bu kitobning deb qoldingiz qimmatli roli to'g'risida men buningga nihoyat mehr muhabbatim bor. Endi kitobda bu kitob deganimizning o'zi u degan bir xil shu insonlarning shu madaniyatining bir bunda cho'kindisi. To'g'ri. Undan keyin degan chog'da odamlarningki shu hayotlik jarayonida yaratgan kashfiyot, ijodiyat, ideyasi, undan keyin yashash usuli, tajribasi qatorliqlarning hammasi bu kitobda nihoyat ilmiy asosda yo'rtib berilgan bo'ldi. 5 yetaklash ma'lumot majmuasi shu kitobni men bir ikki qismini ko'rish jarayonida shuni his qildimki, haqiqatan hozir shu bizning korxonchilarimiz, bizning tijoratchilarimiz, yakka savdo sanoatchilarimiz ish qilib, mayli oliy maktab o'quvchisi bo'lsin, mayli dehqon bo'lsin, ish qilib shu savodli bo'lsa, buni ko'rsa, bir varaq ko'rsa, bir varaqqa loyiq, ikki varaq ko'rsa, ikki varaqqa loyiq bir tavsiyaga bir xil burilishga shundaqmi bir xil uzoqdan bir kallasi yechilmayotgan narsani yechib etishga bo'ladi. Shuningga meningki shu 5 yetaklash majmuasiningki hozirgi shu davrimizda mushtaq kitobning bo'lishi, maydonga ro'yobga chiqishi bu bir boshlanish deb qaradim. Demak, bu kitob davrining o'zgarishi, davrining iqimiga mos chiqadi degan gapda hali ma'lum. Ishkinglar to'limi zamonaviy tunishtirgansak ayrı bo'ladi. Bu kitobdan olgan ta'sirotingizni avtorning o'zi bilan bir mulohaza qilish fursatini tug'ilganligi siz uchun yaxshi bir fursat bo'ldi-da. Shundan keyin men shu ishkim suhbatlashgan keyin shuni tadbirma men butun so'zliga yerlarda men bu kitobni bir darslik qilaman. Bundan keyin bir darslik qilib, shu necha ming xizmatchisi va korxonlar va shu korxonlarda buni tunishtirib shularga men bo'lmasammi mush kitobni o'qisanglar mendek bir o'qituvchi aldığında daim teyavuldu deb minlar deyme dedi. Hem de ticarette bo'lsin, mayli biz kişilik turmuşda bo'lsin, hemkarlaşmasak olmaydı. Bulupmu ma ticaret senedide hemkarlaşışını birinci o'rin qo'ymasak, biz yaxshi natijani qo'lga keltirmaymiz. Bu hemkarlaşışni tashabbus qilishimiz bu ko'p manbaga bog'liq. Bundan hamda birsi hemkarlık arkalık meblağını yaxşı yürüştüğü oldu. İkinci birisi ticaret yolunu en yaxşı açıklı oldu. Şundak. Üçüncü birisi hem de şu hemkarlık arkalık çok işlilik kıldı. Bunu bakrak teşebbüs kılışımın sebebi nime dese hem de biz izchil halda enenevi nimede ticarette yakkilikni tashabbus qilib keldik. Mush sababdan bizning nurg'un ishlarimiz ko'ngildagidek bo'lmadi. Bo'libmi? Shu hamkorlik tijorati birisiga ishonish, birisiga ishonmaslik. Birisi beyib ketami, birisi anda bo'larmi deb bizda shu bir yetersizlik bor. Gumon qiladigan, hamkorlasholmaydigan, hamda hamkorlasholmaslik ma'lum doirada. Lekin bunun ta'siri bek çok. Shundoq. Emniyette bizning ota-bobolarimiz hamkorlashgan. Shu burundildan tijorat hamkorlashib. Ham hamkorlashganlar ko'p. Nayt tu karvallarına birden 10'ga, 100'den 1000'ga yetkizganlar bamda. Bu hamda hamkorlashish ro'yi bizda bor. Lekin hamda hozirgi davrda kishilarningki pulga bo'lgan qarshi sobiq tipalda xususiylashib ketganlikdan bunun da hemkarlık ruhu taze gavdlik emas. Endi bizning hemkarlık ruhimiz bo'lgan bo'lsa, bizde birisi monopol ticaret bo'ladi. İkinci birisi ko'lamlashgan ticaret bo'ladi. Üçüncü birisi cho'ng guruhli bo'ladi. To'rtinchi birisi bizde
nozik turlarga mablag' soladigan kuch bo'libdi. Tijorat ilmi, tijorat madaniyati bo'libdi undan keyin. Undan keyin mushu bir qancha xil ishlar bo'lsa, bizniki nurg'un tijoratlarimiz davrning oldida mang'atdi. Shuning uchun ma'noda men hamkorlikni nayt tashabbus qildim. Shunday ekan. Endi shunda bir qancha misollar bor. Men shu bir yezninki bir transport oilasiniki gapini oldim. Shu misol olib, o misolda dastavada men bir maslahat bergan. Shu bir korxonachi bo'lib, tijorat shu transport kasb tijorat bilan shug'ullangan. Endi uningki ko'lamlashgan transport nimasi bor-da. Endi uni shu asosligi u butunlay nimani tijorat doirasini rayon atlatib etgan. Endi men dedim, rayon atlashqimi bo'ldi. Lekin shu rayon ichidami tijoratni yurishtirish kerak. Desam, ay buni qilmasaqmi bo'ladi dedi. Amaliyotda boshqalar taqqa mablag' solib uni yurishtirib, avvalgi rayon atlaydigan tijoratini anon tijorat eshib ketdi. Eshib ketgandan keyin yana meni to'ldi. Ay, bu ishni qanday qilsam bo'ladi deb. Unda bo'lsa, buni qanday qildigan ish emas. Sen hamkorlash anon bilan dedim. Shu rayon tijarati bilan shug'ullanganni, ichki tijoratga, atrof tijarati bilan shug'ullanganga moslashib, hamkorlashib bu ishni qilsam bo'ladi desam, ya men ashini shu elib o'zim mang'izma dedi. Debdi, "Ma'vo bo'lmaydi. Bu noto'g'ri raqobat bo'ladi. Buni endi obdan moslashib, hamkorlashib mush yurishtirsanglar, sizning maishinglar mang'ida, am mang'ida, andan keyin nimangni ko'lamlashida yiltizinglar cho'ng'ilida, men shuna qilinglar desam, buningga qarshi chiqib, o'zi oxirida ziyon tortdi. Ziyon tortib, andan keyin boshqalar hamkorlashib, u turni boshqalar yo'qsib ketdi. Şu anda aşından sizin yana to'ldimi? To'ldi. Nima dedi andan? To'lib manşpul salama manında. Müşünü falan yerga bunda resmet ötep, müşünü veyran qilib etdiman dedi. Debdi, bu bo'lmaydi. Bunun ticaret. Bunun o'zining tijarati. Buni bunda usuldan qilish bo'lmaydi. Ticaret yana yo'li bir, rizqi boshqa narsa. Undan ko'ra dedim men. Buni unda sen aning hamkorlashammasam, sen o'zingning ilkitgan ma'noni o'tkazib, sen matrini qilib, uning maskildigan, maskildigan yana bir turini deb berdi. Qildimi o? Qilmadi. Uningda tijorat madaniyati yo'q. Tijorat yangi yo'q. Hamkorlik iqtidori yo'q. Hamkorlik ro'yi yo'q. Agar uning bir hamkorlik ro'yi bo'lgan bo'lsa-da, o hamkorlashdan bo'ladi. Demek sizinki şu kitabımızda ticaret hamkorligini ve xas ticaret madaniyatini izchil tashabbus qilishingiz biga emaskan. Bizning tijoratchilarimizda maxsuslashgan tijorat turlari bek oz. Biz hammani salamiz bir do'konga, hammani salamiz. Anandan boshqa mahsulot ishlagandami, o'sha hamma mahsulotni ishlaymiz. Shu hammani ishlaymiz. Siz qanday qilish kerak? Meningcha birli mahsulotni ishlash. 10 mahsulot bo'lsa, shuning ichida eng kuzur birisini tanlab chiqib, yoki birisini kuzur mahsulot qilib ishlab, buning nimasini, ko'lamini kengaytirish kerak. Shuni qilamisak, xas mahsulot ishlab chiqara olsak, shu xaslikni gavdalantirish orqali biz uningki doirasini kengaytira olsak, uningki kirdigan kirama, foydasi, yetkazadigan ko'p taraflama aloqa omillari, foydali taraflari merkezleşiyor. Demek karşınızda xas mahsulot, xas bir ticaret medeniyetini şekillendirişe esas oldu degende. Elim alım qaysi bir faylasufinki bir gepi esimde var, bu deydi. Bizninki barliq iş faaliyetlerimiz bizning nazriyevi derecemizden tutashqandir. Endi bizning ticaret amaliyotga munosabatli ishlarni aytib ko'p. Uyg'urlarlik aslida bir hunar san'atga, tijoratga, korxonaga ishqa nayti qiziqadigan ham o'zida shunday bir xizmat turish baxili qilgandi. Bu tijorat amaliyoti masalasi bizni kang qarqalga 70 yoshgacha tijorat amaliyotiga munosabat ishlar aslan xabar topadi. Lekin endi buningki bu ilmiy bir kitob bo'lib, nazriyeviy jihatdan bu bir dastur bo'lib, bir madaniyat bo'lib shakllanish o'zini aytdi. Muhim bir taraf endi. Mushtaqni qaragan vaqtingizda mushu endi biz tijorat amaliyotimizga qanday tatbiq qilsak bo'lar? Endi hozir mushu diyorimizda
shu korxonchilar hozir bir xil shu ixtisos egalariga nihoyatda muhtoj. Endi ixtisos egalari bir xil qaychiligi desakmi bo'ladi bunday aytgan chog'da. Chunki hozir shu men nurg'un qetdim korxonaning xo'jayinlari bilan shu ixtisos egalarini tanlab olish bozorlariga o'shaga xizmatchi og'ini bordiq hamda tanlab olganda hamda hozir diyorimizda hatto nohiyalargachilik ixtisos egalarini tanlab olish bozorlari bor hozir shu yerga borgan chog'da hamda shu biz ixtisos egalarini tanlab olgan vaqtida bu korxonchilarningki talablari bor. Mushu talablarga uyg'un odam bo'lsa ular qabul qildi. Ko'pincha qanday talab qo'ydilar? Masalan, qanday talab qo'ydi degan chog'da birinchidan u cho'qim kasbni atrofli puxta mukammal egallagan bo'lishi kerak. Uning nisbatan bu soda uning kasbi shundaqmi? Bu yerda shu besh qiytaklashmi, ashuning ba'zi masalalarni qanday qildi? Yishib yutdi, nima qo'ydi? Birinchi qo'ygan talabi qanday degan chog'da shu o'z kasbini atrofli puxta egallagan bo'lsa deydi. Egallash sababida uni yana ishiltalaydigan. Ular texnik mahoratini qaraydi. Ikkinchisi degan chog'da til o'tkildan o'tdimi, o'tmadimi deydi. Til o'tkiliga qaraydi. Masalan, bizga nisbatan aytgan chog'da, bizga nisbatan aytgan chog'da hamda Shinjongga nisbatan Uyg'ur tili desak, bizning fan texnik tilimiz korxonalarda butunlay qo'llanilgan til Xanzu tili. Shunga u cho'qim Xanzu tilida bemalol material ko'radigan bo'lishi kerak. Ham yozalaydigan, o'z muddasini uqtiralaydigan bo'lishi kerak. Uchinchidan-chi degan chog'da u kompyuterda bemalol mashg'ulot olib bora olamdi deydi. Degan talabni qo'ydi. Chunki hozirgi korxonaning butun amaliy ishi nimada atqurildi degan chog'da kompyuter orqali bajarildi. Mayli e'lon san'at bo'lsin, ham qanday grafiklarni yo'llash bo'lsin, undan keyin avtomatik boshqarish bo'lsin hammasi. Endi to'rtinchisi degan chog'da bu kishilik munosabat san'atini bilan bilmam. Muomala san'atini. Beshinchisi degan chog'da tarbiya olganmi, olmagan. Bu yerdagi tarbiyalik bizning ma'rifimiz hamda aqliy, axloqiy, jismoniy go'zallik taraflardan deymiz, shundaqmi? Lekin korxonaga loyiq nima degan chog'da emgak tarbiyasi bilan bu kollektivizmlik ruhi bormi degan narsa. Mana shu narsa yo'ritilgan. Masalan, kollektivizmlik ruh bilan buningki qo'lidan ish chiqamdi, chiqmamdi degan narsaga bekaraq qaraydi. Ana ichida yana ba'zi bir misollar bor. Qandaq degan chog'da shu munosabatni yaxshi qilg'ashqa butun garchi u bir xizmat qilayotgan bo'lsa ham utuq qozongan ajda tipik misollar bor. Endi yana birisi degan chog'da bu o'zini ham ota-onasini, vatanini suyadigan odam deydi. Chunki bunda bo'lishadiki o'zining ota-onasiga o'ziga vafodor bo'lmagan odam boshqa bir odamning korxonasiga qanday deb qaraydi korxonchilar. Bu birisi. Mushundaq 7 xil iqtidori bo'lsa, bu hozirgi zamon korxonalarininki ish o'rnidan hududdan chiqadigan odam deb qaraydi. Mana maktabdagi tarbiyani biz ustozimizdan kitobdan olamiz, shundaqmi? Lekin jamiyatga chiqqandagi ob'yamqi iqtidorlarni demak beshqi yetaklashga o'xshash mushtaq majmua, mushtaq kitoblardan eng atrofli qanday qilamiz olalaymiz. Demak, bu kitobninki shu bo'libmi ixtisos egalarininki o'zininki shu texnikalik iqtidori bilan mahoratini yuqori ko'tarishiga bu bir xil turtki bo'ldi deb qarayman. Avlatga Xris degan gapni kitobingizdanki hamma batlaridagidek uchrashiq bo'ladi ekan. Xris har kitimizdagi samimiyat bilan boylik ato qiladi debsiz. Endi mishadagi Xris masalasini yangishninki chorasi nima deysiz? Endi Xrisning yangishninki choralari bek ko'p. Endi men kitobda o'tirib qo'ygan Xris keng ma'nodagi. Shundaq. Keng ma'noli Xris. Bu Xris endi bizning turmushimizning hamma qatlamida bor. Lekin hamda bizning cho'glab kelib yana markazlashtirgan narsa nima desa, shu iqtisodga berib taqiladi endi. Ha. To'g'ri. Xris iqtisodga berib taqildi. Endi iqtisodga Xrisni yengish uchun shuningga munosib tadbirkorlik bo'lmasa bo'lmaydi. Tadbirkorlik bo'lmasa bo'lmaydi. Shuningdan bir chaqda o'zimizda shuningga loyiq sapo bilan farosat, sapo, farosat bo'lish kerak. Samimiyat bo'lish kerak. Samimiyat bo'lish kerak deganimiz nima desa, buningdagi shu samimiyat endi biz Xrisga to'g'ri muomala qilish. Biz Xris to'g'ri muomala qilmay, uningga biz samimiy pozitsiya qo'llanmay, bayman deganda qarisi qilam, pul verib qana maqdirman, pul verib ham yo'qdimi desak, mana bizning samimiyatimiz emas.
Uning aksicha biz ikki ishni qilishimiz kerak. Birisi bir odam bir yaxshi ishni qilib, shuningda bir natija qozonayotgan bo'lsa, biz uni samimiy ruhiy holatimiz bilan qo'llashimiz kerak. Ikkinchi birisi biz shuning bilan raqobatga tushib qolgan bo'lsak, biz samimiy muomala qilib, shu raqobatda hamkorlashishni ishga oshirish yoki to'g'ri bo'lgan raqobat usulini qo'llanib, shu raqobatga ustunlikni qo'lga keltirishimiz kerak. Qandaqdir usuldan samimiyatsizlik qilib, uni ag'dirib tashlaymiz desak, o'zimizga ham yaxshi emas. Boshqalarga ham yaxshi emas. Bu endi o'zimizningki egiligiga daxl yetkazgandan boshqa obrazimizga shuning bilan bir chaqda o'zimizning adab, hayo, axloq fazilatimizga zo'r nuqson yetkazadi. Shunga biz shu xrisqa samimiyat bilan muomala qilishni tashabbus qilamiz. Ablat Jumanmu deb o'tib ketdi. Mush qandaq degan chaqda cho'qim bir xil bir kasbga e'tiqod qilish kerak. Kasbda qaratmalığı bo'lsa, ashni haqdatiga yetkazib etgan vaqtida undan keyin biz qandaq qilamiz deganda uftuq qazanamiz. Masalan, shu dunyoda donliq marka bo'lib shakllangan turlarning hammasi qandaq degan chaqda birdilla. Masalan, Coca-Cola desa, Coca-Cola. Ne? Shu yilning yog'i tashviq qiladi. Ash Coca-Cola muvaffaqiyat qozonganligi uchun uning atrofida nurg'un yana ichimliklar bor. 20, masalan, Urumchidagi uning 24 xil mahsulot bor. Ular u to'g'riliq hech qanday gap qilmaydi. Mush Coca-Colani cho'qim qanday qildi degan chaqda haqdatiga yetkazib etgan. Men yana bir misol olsam, Aqsuda bir to'rt brand pishiradigan bir ayol borda. Buni nihoyat uzoq vaqtgacha pishirgan. Lekin bir fursatdan bayqab qolgandan keyin ichidan bir tush deganni aribla tovar marka qilibla qolganning hammini qisqartib butun nemiga shaharga noki tanla bozorlaridan damsik salgan. Shundan bir yilga yetmagan vaqtda 400 bin franka yaqin zavoddan birini qurib etgangan. Mana ma'vo'liqa yek turninki qaratmalık va kasbni haqdatiga yetkazgandan keyin agar o'sha yo'la shu pichin prani ko'chist ishlangan bo'lsa, qirib ketkichilik ashada hech kim tonimaydi. Shundaqmi? Endi cho'ragan chaqda uni davlatmi mablag' bilan yo'lagan, butun atrofidagi to'ptaqdiganlarni izlab kelgan, shundaqmi? Demak, endi u cho'ragan chaqda endi butun Shinjongning bozoriga, butun mamlakatning bozoriga sala oladi o'zning mahsulotini. Yoshlar tashabbus qildiganim puldan iborat shu vositani turmush vositasini to'g'ri muomala bilan, to'g'ri pozitsiya bilan qabul qilib, ham mushuni tepishninki yo'lini imkoniyat va o'ziga xos holda tep chiqishini tavsiya qildim. Qadrli ko'rman do'stlar, kishilik hayotga fursat hamma yerda to'lib toshgan bo'ladi. U har bir insonga 5 huquqini bergan. Lekin u tayyor toploqqa nisbatan hech nima bermagan. U yanala izlanguchilar, iqtidor egalari va aql farosat egalari bilan o'ng tanasibli munosabatda turdi. Bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Xayr xo'sh, omon bo'linglar. Zaman her öyde bovaqlarning hammasi analarning qo'llariga talmirishidir. Chunki shu mehribon analarning qo'llari shu damda bovuqiga sabiylar quvvat bo'lmoqini tayyorlab berish bilan aldirash. Tarkibida har xil vitamin, mol oqsil va minerallar bo'lgan yuqori tan texnika bilan bovaqlar uchun maxsus ishlangan sabiylar quvvat bo'lmoqi bovuqingizni sog'lom va shodmon qilg'usi. Bovaqlar sog'lomligi uchun sabiylar bovaqlar quvvat bo'lmoqi.